Aka, bilaman, siz ham charchadingiz. Birini ikki qilish oson emas. Siz uchun mana shu orqamizdagi domni ko'ryapsizmi? Mana shu yerdan 3-qavatdan 200 kvadratlik faqat siz uchun, siz yashab dam olishingiz uchun bitta kvartirani sotuvga olib kelib qo'ydik. 200 kvadratni o'zining ichiga oladi. Siz uchun aka bonusiga охраняемый zona, yer osti parkovkalari bilan juda yaxshi kvartiramizni topib qo'ydik. Faqat kelib turib sotib olib, o'zingiz uchun u yoq bu yog'ini to'g'rilab, yashab dam olsangiz bo'ldi. Avzorni oxirigacha ko'rasizmi aka? Lavz qildingiz. Liftimizdan chiqib kelishimiz bilan bizlarni shunaqa podez kutib oladi. Podezimizning o'zi ba'zi bir uylardan yaxshi ta'mirlangan. Bitta e'tibor berasiz, patologlarimiz oyoq taglari granit toshlari qilingan, sokinlari bilan, so'kovlari bilan uyimizga kirishimiz bilan mana shunaqa juda bahaybat eshigimiz kutib oladi. Aytib o'tganimda 200 kvadratni o'zining ichiga oladi. Elektromontaj, santexnika ishlari qilingan, cho'pul-pollar qilingan. Mana shu ishlarni qilish uchun 20 ming dollardan ortiqroq xarajat qildim dedilar. Bitta cho'pul-polning o'ziga 10 ming dollar xarajat qilganlar uyni issiqligi uchun. Cho'rni ishlari qilingan, shkatulkalar qaytib qilingan. Sizni mana shunaqa juda ham katta bo'lgan огромный panoramli oynalarga ega bo'lgan zalimiz. Patologimizni balandligiga e'tibor bering. Почти 384 atrofida chiqadi. Nimaga 20 ming dollar xarajat ketgan deysizmi? Keling. Mana bu sxemaga bitta e'tibor bering. Bu yoqni o'z paketlar bilan yopib qo'ygan ekanlar. Просто mana shuni o'ziga normal xarajat ketadi. Cho'pul-pol, turbalari, santexnikalari, uyimiz idealniy qilib ta'mirlangan. O'sha bu yog'iga ham rasxodingiz bor, men yashirmayman. Undan keyin xizmatchilar xonasi, sushilka xona. Xizmatchilar uchun xona. Qaysi uyda ko'rgansiz? Kvartirada. Bu yoqda bemalol bitta divanchik qilib turib, sushilka zona, shunga o'xshash steralni narsalaringizni joylashtirish uchun xona qilingan ekan. Undan keyingi ko'radigan xonamiz как будто ikkinchi zal sifatida panoramli krugovoy. Hamma joyda oynalar bor. Krugovoy uyimiz bir taraflama, ikki taraf, 3 taraflama uy. Panoramli oynalar, balkonchiklari yaxshi-yaxshilardan qo'yilgan, batareyalar plus cho'pol qilingan. Aytgancha siz uchun yana bitta ma'lumot esimizdan chiqdi. Mana shu xonamizning o'zida balkonni sevuvchilar uchun 5 ta ochiq balkonimiz bor. 5 ta. Bitta xonada shunaqa uyni ko'rganmiz. Domimizga gap berish mumkin emas. Aniq sizga ushbu kvartiramiz yoqdi. Ko'rishingiz mumkin, shkatulka chiqqan, elektromontajlarimiz 20 ming dollar rasxod ketgani ko'zga ko'rinmaydi, lekin aniq po faktu buni isbotlab berdilar. Undan keyin bu yoqda bizda qorong'uroq ekan, sizga fonarni yoqib turaman. Ko'rsatib o'ting, вообще katta огромный sanuzel xonamiz. Podezdan kirish xodimiz, undan keyingi ko'radigan joyimiz bizning birinchi spalniy xonasi. Qani keling. Bu yoqda bizning birinchi spalniy xonasi, bu yoqda ham xuddi shunaqa yana bitta balkon o'zini juda ham katta bo'lgan sanuzel xonalari bilan ko'rishingiz mumkin. Родительский spalniy bo'ladi bu yog'i. Undan keyin ko'radigan joyimiz keling. Uyimiz juda ham qiziq va juda yaxshi. Xudo xohlasa, bir uyingizga yaxshi ta'mirlab olsangiz, ikkita oila uchun yetadigan darajada katta. Undan keyin bizda bu yoqda как oshxona sifatida ili xohlasangiz spalniy qilib turib kichikroq detskiy xona qilasizmi? O'zingizga qanaqa qulay qilib taxlab olaverasiz. Keyin bu yoqda ham yana bitta xona. Undan keyin mana bu yo'g'ini aytishlari bo'yicha oshxona sifatida endi narsalari bor ekan, e'tibor bering, ustalarning narsalari oshxona sifatida ta'mirlangan. Bu yoqda ham xuddi shunaqa ochiq balkon, 2 tomon, 3 tomonlama proyekt, panoramli oynalariga ega juda yaxshi ta'mirlangan patologlarimiz elektromontajni simlarini o'tgan ham ko'rishingiz mumkin. Eng sifatli ta'mirlangan kvartiralardan bittasi va eng sifatli domdan. Uyimizni obzori men aniq bilaman sizga yo'qdi. 200 kvadrat, 3-etajda joylashgan. Pastki qavatni yaxshi ko'rasiz aka, bilaman. Yaxshi qilib o'zingizga ta'mirlab olsangiz bo'ladi. Chernovoy ishlari qilingan. Har bir kvadrat metriga 1000 dollardan so'rayaptilar, 200 ming AQSh dollarini. Yana kelib turib bemalol savdo qilish imkoniyatiga egasiz. Ushbu dom uchun, ushbu lokatsiya uchun, ushbu etaj uchun juda arziydigan narx qilingan santexnika, elektromontaj 20 ming dollarlik ishlari sizga bonus sifatida tushyapti. Sizga ushbu uyimiz qiziqmi? Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Bitta laykni qizartirib kommentariyada yozib qoldirsangiz agar, sizga ham kelajakda xuddi shunaqa uylar nasib qilgan bo'lishi mumkin.